Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib boradigan asbobchilar akalar, bugun bizada sizlar uchun yosh suti ko'p bir dona igna bala sigir sotuvda. Joylashgan adresi Spitamin nohiyasini Kurkat qishlog'ida. Rolikni oxirigacha ko'ringlar, barcha ma'lumotlarga ega bo'lib, bemalol ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, savdo qilib, sotib olsalaringiz bo'laveradi. Sizlarga mana ko'rinib turgan sigirimiz birinchi balasiga balachasi mana shu g'unojuncha plus 10 litr suti bor. Ko'ringlar, birinchi tug'ish balachasi g'unojuncha 10 litr suti bor. Aytilish narxi 29 ming so'mni, yana savdo bo'ladi. Ko'ringlar, sizlarga hozir mana tishlarini yeb ichishini yetalab ko'rsatib, hamma tarafini ko'rsatib o'tamiz. Shu yuvoshligini ko'ringlar, keyin mana savdo qilib bemalol sotib olinglar. Mana sizlarga hozir mana tishini ko'rsatib o'tamiz. Tishini ko'ringlar, keyin sog'ib ko'rib, yetalab ko'rib, hamma tarafini ko'rsatib o'tamizda, ish qilib. Ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa, shu telefon nomeriga telefon qilib, uylariga kelib ko'rib, sog'aydigan odamni olib kelib, sog'ib, sigirni oldida ham bemalol savdo qilib sotib olsalaring bo'laveradi. Egalari yeb ichishi, salomatligi, tepmasligi hammasiga 100% garantiyasi bilan sotishadi. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa bemalol sotib olinglar. Shunaqangi sigir qidirib yurgan tanishlarga shu rolikni jo'natib qo'yinglar. Бародарони тоҷики тамошодора, имрӯз барои шумо ёш шираш бисёр як дона очабачигоҳ фурӯш дорем. Адрес дар ноҳияи Спитамин деҳаи Куркат қарор дорад. Аҳли шабинито дандонашам нишон додем, плюс мана якум зоиш ба бачаш г'унojincha плюс 10 литр ширашед. Нархашам арзони 29000 сомонӣ бо савдо мешавад. Бенито маъқул бошад, номерҳои зери экран буда бемалол савдо када гирифтанатон мумкин. Соҳибошон хурду хӯрок, саломатиш, аҳлиш ва 100% гарантияш қати мефурӯшад. Даставкашам проблема нест, соҳибаш қати ҳамсӯҳбат шуда даставкашам ташкил карда мешавад. Лайк, подписка, комментарияни yozorasizlar. Biz sizlarga shunaqangi sifatli yosh ona bola sigirlarni chiqarib o'tishni paydo bo'laveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.